Surxon vohasining yana bir alp chavandozi sho'rchilik Turo Chobag'ondir. 15 yoshidan ot minib, uloq ayirib, el og'ziga tusha boshlagan chavandoz uzoq yillar davomida ko'pkari chopdi. 75 yoshida ham tuya ayirib, ko'pkari ishqibozlarning hayratlari va olqishlariga sazovor bo'ldi. Ot ustida o'tgan uzoq yillar davomida Xolli, Saman, Saylov, Mammadi, Fayzi, Chori, Ergash kabi nomdor chavandozlar bilan birga uloq chopdi. El yurt oshib, ko'plab bedov tulporlarni minib dovruq qozondi. Chavandozlikka qiziqishim, bizda endi urug' aymog'imiz mana otamiz, bobomiz hammasi polvon bo'lgan, chavandoz bo'lgan. Bu qonimizda bor albatta. Shu bo'lsa kerak, shu chavandozlikka maktabda 7-sinfda o'qib yurgan vaqtimdan birinchi ayirgan zotim bittagina gilamcha bo'lgan. Shu qishlog'imizda to'yda shunchalik xursand bo'lganmanki, shu demak men 7-sinfda o'qiyotgan bola edim, yoshgina bola. Shundan umuman shundan qiziqish boshlanib ketdi. Yaxshi otlarni chovib, yaxshi chavandozlar bilan birga, katta chavandozlar bilan birga yurib, shu chavandozlikni egalladik. Mana hozir bugungi kunda Xudoga shukr, bolalarimiz, o'g'illarimiz, nevaralarimiz ham shu ko'pkarini davom ettiryapti. Juda ko'p chavandozlar bilan Surxondaryo, Qashqadaryoda, umuman respublikamizning O'rta Osiyoda bormagan joyim qolmagan bo'lsa kerak. Juda ko'p joylarda, Tojikiston, Turkmanistonda, Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda ham uloqlarni ko'p chopganman. Bir o'zim chopganman, toqa chopganman. Toqa chopishning, bir kishi bo'lib chopishning uning boshqa xislati bo'ladi. 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 10ta og'ayin bo'lib chopishning uning bir xislati bo'ladi. Toqa chopish juda bir og'irroq, qiyinroq, katta mehnat, katta tajriba, juda kallani ishlatishga to'g'ri keladigan chavon bo'ladi. Albatta, chavog'anchilikda bu otlarning roli juda katta bo'ladi. Yaxshi otlar, yaxshi ot bilan yaxshi harakat qilsangiz o'z vaqtida chavog'anchilikni, buni polvonlikni ushlaydiganlar ushlaydi, ushlamaganlar ushlamaydi. Juda ko'p chavandozlar, men o'rni bo'lmasa ham aytayin, 2 yil 3 yilda bor chavog'an yo'q bo'lib ketadi. Bir xil chavog'an masalan 10 yil, 20 yil, 30 yil, 40 yil, hatto undan ham ko'proq ham chopishga to'g'ri kelib bo'lgan bobolarimiz bo'lgan, oldingi bobolarimiz uzoq yillar chopgan. Bir ikkinchidan juda og'ir tonalar ilgari, takalar juda og'ir bo'lgan. Juda bir kuch bilan, tajriba bilan ish qilinadigan bo'lgan. Bugun keksalik gashtini surayotgan Turo Chobag'onning ot ustida o'tgan yillari, qahramonliklari tildan tilga o'tib hanuzgacha muxlislar xotirasida saqlanib kelmoqda. U bilan birga Oriyat maydoniga kirganlar, qatnashgan ko'pkarilarini tomoshabin sifatida kuzatganlar, ayirgan uloqlarga guvoh bo'lganlar yosh avlodga o'z davrida sho'rchining Turosi qanday chavandoz bo'lganligini hayrat ila so'zlab beradilar. Otni kechasi ovnatish kerak, otni yetalash kerak, otni ertalab jemni kamroq berish kerak deb o'g'it berardi bizga. Biz yosh endi ot choptiryapmiz. Yaxshi otlarimiz bo'lgan. Biz ko'p zo'r otlarni choptirdik, zo'r choboqxonlarga ot choptirdik. Turo Chobag'on bizdan 4-5 yosh katta edi. Juda tajribasi bizlardan juda oldinda edi. Bizga ishni o'rgatardi, otni bitib qarangar, o'tib qarangar derdi. Bir kun otni bersak, Eshonbo kecha otga qaramabsiz derdi. Nimaga desam, otingiz mana ketmadi. Uloqni yegarga qo'ydim, taqimda oshidim, jurmadi. Endi zotni mening aybimni ayirgan, otingning aybini ayirmadi. Endi hazlashmayda bu zotni to'laysiz derdi. Hazlashib. Biz aytib bo'ldi, Chobag'on biz to'laymiz deb, keyin bu Chobag'onning aytgani bo'yicha qarardik otga. Bir vaqtda shu 92-yilmidi, 93-yilmidi Tojikistonga ko'pkari bordi. U vaqtda esir endi mustaqillik bo'lgan yillari, chegaralar ochiq, bemalol mashinalarga otlarni ortib borganmiz. Sorroyaning qo'rg'onida ko'pkari bo'lyapti. Qo'rg'onida ko'pkari bo'lardi. Shu katta joy edi. Shu endi tuya katta zot edi unda. Hozir endi tuya ko'payib ketdi. Tuya ot hamsha qo'yilmagan edi. Shunda qo'sh tuya qo'yganda, qo'sh tuya, qo'sh o'kis qo'ygan. Keyin shunda Chobag'on men otni tortib kelguncha Omon Beknazarovning otini minib olgan ekan.
Ha, bu bizning otni bashalar uzoqroqqa olib ketgan ekan, terilab qolgan, terini qotirguncha keyin shu chil degan oti bor edi, bir maydaroq, yugon zo'r ot edi-da. Shu har qanday qo'raga boradigan ot edi. Chil ota. Shu qo'sh tuyoq, qo'sh ho'kiz qo'ygan, yana hozir esimda yo'q, boshqa yana ham boshqa narsa pullari ham bor edi ustida. Men boshqa otda minib tomosha qilib turibman. Shu hayda endi u yerdagi ot 1000 ot bor-da. Shu qo'rg'onning ichi to'la ot. Buyog'i zot katta endi qo'sh tuya. O vaqtda qo'sh tuya degan zot yo'q edi o'zi. Qo'sh tuya, qo'sh ho'kiz degan qo'ygan, bu zo'rding to'yi bo'lsa kerak. Shu Qo'rg'on tepa, Shartuz, Qabodiyon, Ko'lob, buyog'i Surxondaryo hammasi yig'ilganda. Endi ikki respublikaning chobaxoni bor, ikki respublikaning ot chobayapti yerda. Ko'tarildi deb tojiklar shovqindi berdi. Chobaxon raf deyapti, quv deyapti. Meni oldimdan kelib qoldi-da. Chobaxon yegarga qo'yib toqimda oshirib ketyapti-da, childa. Borib rishi bola derdi ular, varata derdi. Shu varatani o'tkazib ketdi. Endi turibmiz, endi u yerdagi odam hech joyga sig'maydi. Piyoda odam bir 20 ming odam bor. Zabt bilan boryapti-da, endi mana ot 80 da boryapti, 90 da boryapti. Qo'radan chiqib zabt bilan ketyapti. Mana otlar ikki bo'l berdi. Shu rishi boladan o'tkazib ketdi. Shunda endi shu xursandchilikda bir oy xursand bo'lganmizda, bir oy. Musofir yurtda O'zbekiston, Tojikiston bo'lib chopilyapti. Begona yurtda borib ayirib kelgandan keyin uni endi gashti bo'lak bo'ladi, uni zavqi bo'lak bo'ladi. Endi u yerda bilasizmi, Tojikiston, O'zbekiston ikki respublika bir-biriga qarashib cho'vyapti. Bunday. Endi u katta zotni shu yerda kim zo'r bo'ldi deganda, ko'pkarida ilgari qani kim zo'r bo'ldi, to'ygani kim ayirdi derdi. Keyin zo'rni so'rardi. Kim zo'r bo'ldi, to'ygani kim ayirdi degan gap bo'lardi-da. Shu gap bo'lardi. Endi O'zbekiston, Tojikiston bo'lib uloq chopilyapti. Juda katta gapda u yerda. Tojikistonning ham kamidan manaman degan zo'rlari ko'p. Tojikistonning ham Vasil chobaxonlari bor edi, rahmatli Bompuchcha degan, Abdumalik degan, Mulla Abdumalik degan chobaxonlari bor edi. Juda katta chobaxonlari bor edi. Lekin shu chobaxonlar, tura chobaxonlar yikta kelardi. Ular olpamish edi ular ham. Shular endi bir-birini so'yib qoldi, tojiklar. Paroy chinnigan akardi. Hamma O'zbekiston shutra O'zbekiston giriftar deb qoldi. O'zbekistonga ketdi tuya, sizlar uxlab qoldilaring deb bir-biri bilan so'kishib qolsa bo'ladimi? Janjallashib. O'tib shu yillari shunday bir xursand bo'lib kelgan davrlarimiz bo'lgan. Keyin O'zbekistonga kelib shu tuyani ayirganga Omon Beknazarov bir 3 kun to'y bergan bizga. Har kuni qo'y so'yadi, boramiz. Qahramonimiz ko'p joylarda uloq chopgan. Surxondaryo, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlari, hatto qo'shni yurtlarda ham bu insonni haligacha ko'plab ko'pkari ishqibozlari yaxshi tanishadi. Yo'llar Alisda Denovda katta bir to'y bo'ldi. Hamma Tojikiston, O'zbekiston vaqtlariga kelgan. Shu kelganda birinchi marta kiyik qo'ygan, bir tuya bir kiyik qo'ydi. Juda katta zot qo'ydi. Shunda uni qoralik qildi. Musoxon Eshonboy degan bekovul bo'lardi. Shu bekovul aytdi, bayroq ko'tarib turibdi, meni olib kelasan deb. Men Habillaxon Eshonboyning yulduzi bilan menga bir nasib etdi, to'g'ri keldi. Tona zot, yerga so'yilgan taka emas, tona hech bo'lmaganida 90 kilo chiqadi. Kami. Shu olib kelyapman. Chilichkaning ro'parimga qarang. Qanday shunday katta zotlarda har qanday haligilar bo'ladi. Shu chilichka mana traktorning o'rtasidagi prinsipni o'rtasiga to'g'ri keldim. Otning yuragi kattaligi, otning zo'rligiga shunda qoyil qolish kerak o'chaka. Shu undan sakrab o'tib ketdi. Odamlar bu yerda qoldi, men to'g'ri Eshonboyning oldiga borib bayrog'ini borib taylab, hatto shu haliga bayroq ko'tarib turgan Eshonboyni ham turtib ketganman. Shu demoqchimanki, Xudo Alloh taolo nasib qilgan. Bu haliga katta gapirish, maqtanishning keragi yo'q. Alloh taolo menga shu narsani ro'ya ko'rgan bo'lsa kerak, men shunda shu ishlarni qilganman juda ko'p. Menga raqib bo'lgan Chobaxon Qumqo'rg'onda Ergash Chobaxoni. Gaptoshig'i qiziq voqealigi shu, agar Ergash borgan bo'lsa, bugun tona taylagan bo'lsa, kezanakdan xomchizasidan o'tkazadi, shu ayirib qo'yadi katta zot deb men har qanchalik harakat qilganman. Shuni ayirtmayin deb. To'g'risi gapda. Bu sizga harakat qilgan. U menga harakat qilgan.
Ergash tonaga og'riga zo'r chavon. Mamadiqan Eshonboyning qora qoshqasi bo'lardi. Eng zo'r ot. Shu haligi Sayqanda katta to'y bo'layapti. Ha, shu Surxondaryoning nomer 1 oti bo'lgan o'shanda. Shu otda nimagadir bir ot zot qo'ydi-yu, shu to'y egasini qo'ydi, Ergash kakras zo'rdan zo'rligiga qayil qolishimiz kerak. Ergash oldi jo'nadi. Nima bo'ldi? Tushirdi-da. U otdan tushmaslik kerak, Ergashdan uloq tushmaslik kerak. Qanaqadir tushdi bilmayman nega o'taman. Ot tushirib haydaverdi, Eshonboy o'sha ot bo'ldi, otga qaramagansiz deb. Endi hayda bo'layapti. Kamida bir 600-700 ot bor. Tojikiston ham kelgan, Shahartoz butkul Qo'chqodiyan, Ali kelgan. Shunda hayda bo'layapti. Menga chil otim bor, Ergash chavag'an, "Tura childan tush menga ber" deyapti. Mening ham o'zim diragim yetmay turibdi. Mana shu tonani 100 kilo, 90 kilo tonani ko'tarib ketishimga o'zimning ham diragim yetmay turibdi, lekin harakat qilyapman. Shunda Ergash meni chilimdi mindi. Ikkovimiz shunday qalmashdik. Men qora qashqani mindim. Ergash borib yengaygicha, o engay bu poychadan soldim, men bu poychadan soldim. Kezanak. Ha, o'zimda shuning uchun ko'pkarida mana hozir aytaman, o'zimizni otimizni men shunday olib kelib qo'ydim. Eshonboyning oti mana qora qashqani ayirganman. Shunda Ergash, "Qo'y menga ot seniki" deganda, "Yo'q, ot Eshonboyniki, men ayirishim kerak" deganman. Bir bo'lsa, birga o'sganimiz juda bir qiziq epizod bo'lgan. Hozirgacha o'ylasam maza qilaman.